Siz bilan biz alhamdulillah Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga ummatmiz. Bu dunyoda eng katta ne'mat. Odam alayhisalomdan payg'ambarimizgacha bo'lgan har bir payg'ambarlar orzu qilgan. Men bir ummatga payg'ambar bo'lgandan Muhammad alayhisalomga ummat bo'lsam afzal edi. Nimaga? Odam alayhisalom aytadi: "Ya Robbi, sen oxirgi zamon ummati Muhammad alayhisalomning ummatiga menga bermagan narsalarni berding-a" deydi. Ya'ni men jannatda gunoh qildim, jannatda gunohkor bo'ldim, yerga tushirding. Ular yerda gunoh qiladi, jannatga kirgizasan. Aqlga sig'maydigan darajada juda katta farqi bor, ha? Ya'ni men jannatda bir gunohi bilan yerga tushirildi, biz qancha gunohimiz bilan yana nima qilamiz? Jannatga kiramiz. Sababi nima? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ummatligimiz. Yana Odam alayhisalom aytadi: "Men gunohkor bo'lgan vaqtimda mama Havo bilan meni o'rtamni ajratib qo'yding. Ular bir kunda qancha gunoh qilmasin, ularni bir-biridan ajratmaysan. Yana men gunohkor bo'lgan vaqtimda ustimdagi liboslardan mahrum qilding. Hech narsasi qolmagan. Juda hijolatda qolgan. Farishtalarning oldida qiynalgan. Muhammad alayhisalomning ummati qancha gunoh qilsa ham ularni ustidagi liboslardan mahrum qilmaysan. Yana o'tmishdagi payg'ambarlarning ummatlari nimadir gunoh qilsa kechqurunda, o'g'ri bo'lsa ham, qimar o'ynasa ham, ertaman yuzidan bilinib qolar ekan. Bu o'g'irlik qilgan, bu qimar o'ynagan, bu falon piston. Bizi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatini gunohini Xudo nima qildi? Berkitib qo'ydi. Ya'ni shu holatda tavba qilsa, Xudo uni hech kimga oshkor qilmaydi. Ana meni tavbamni faqat Makkada tavba qilding. Muhammad alayhisalomning ummati yerni qaysi tomonida tavba qilsa ham ularning tavbasini ijobat qilasan. Qarang, juda katta farqimiz bor. U kishi Odam alayhisalom to Makkaga kelmaguncha duosi ijobat bo'lmagan. Makkaga kelmagan. Biz uyimizda turib ham, "Ya Robbi, adashgan ekanman. Bugundan keyin 5 vaqt namoz o'qiyman. Seni bironta bandalaringga ozor bermayman, yolg'on gapirmayman." Shu tavba bo'ladi. Mana anjir daraxti Odam alayhisalomga nima berdi? O'zini bargidan berdi. Ungacha boshqa biron bir daraxt bermadi. Har bir daraxtdan yordam so'radi, menga yordam ber, ustim nima ochilib qoldi. Deganda sen gunohkorsan, men senga yordam beraman. Oxiri anjir daraxti o'zini bargidan berdi. Shunda Jabroil alayhisalom anjirdan so'radi: "Sen Xudodan qo'rqmaysanmi-ki gunohkorga yordam beryapsan?" Deganda Alloh insonni ulug' qilib yaratgan. Albatta Alloh o'zini bandasini kechiradi. Meni umidim albatta Allohning kechirishligi deb yordam qildim deganda, Xudo alohida anjir surasini nima qildi? Nozil qildi. Vattini, anjir bilan qasam. Ya'ni anjir yesa faqat shifo bo'lar ekan. Anjir tanadan tashqariga chiqmaydi ekan. Nimaga? Odam alayhisalomga yordam berganligi uchun. Shuning uchun biz ko'proq nima qilishimiz kerak? Shukr qilishimiz kerak. Oxirgi zamon payg'ambariga ummat bo'lganligimiz uchun. Hamma yo'g'imiz berkitilganda, yana bitta tavba qilsak, hamma yo'g'imiz kechiriladi. Yana qarang, Musa alayhisolatu vassalomning davrida zakot molni 4dan 1 ekan. Bizga nechidan biri? 40dan 1. U kishining davrida qayergadir bir najosat tegsa 40 tashlamasa poklanmaydi ekan. Biz nima qilamiz? Yuvishlik bilan pok bo'ladi.